Er-xotin kelishmaydi. Sabab o'z joyida emas ular. Almashib bo'lgan o'rin erkakni ojizga, ayolni esa kuchga aylantiradi. Shuni bilki, aynan mana shu munosabatga ko'nikkaning erta bir kun ajrimga yetaklaydi. Erkak sifatida tan olinmagan ering xiyonat bilan o'zini isbotlab keladi. Ayol sifatida himoyalanmagan ayoling esa alamiga farzandingni talaydi. Aynan mana shu modeldagi munosabatni vaqtida tiklab qolish mumkin edi. Biroq ikkita inson buni xohlamay, o'z bilganicha yashagandan keyin farzandlar qanday yo'l tutsin? Albatta ergashishadi.